Do'stlar, assalomu alaykum. Bugun biz O'zbekistonning eng taniqli mototsiklist blogeri nech pul ishlab olishni bilamiz va yangi mototsiklni obzor qilamiz. Kutib olinglar, Bekzod BBB. Assalomu alaykum. 1,5 million obunachi bo'lib ketdi Instagramda, eng qizig'i. Ko'payamiz. Va yangi mototsikl xarid qilibsizmi? BMW. Других не знаю. BMW M mototsikl. Фаршированный esa nima kerak bo'lsa hamma narsa bor. Облегченный disklarda, полный karbonda, cruise control nima bo'lsa bor bunda. Mias pрошивка qilingan, уже нормальный 310 maksimalkasini undan o'tadi, xudo xolasa. Rekordlarni yangilaymiz. Eng qizig'i bu xalqning sistemalari Akrapovich. Полный trassa almashgan, original akrab qo'yilgan. Eng qizig'i nech pulga tushdi bu mototsikl? 25 mingga tushdi. Buni seriozniy chinovnikdan, SM5nikdan olganman, ko'pchilik bilmaydi. No mototsiklni normalniy tepada odamlar haydaydi lekin. Eng qizig'i Bekzodning bu 3-mototsikli. Uchinchisi. Birinchisi qizili nima model? Kawasaki, Yaponiya. Avariya bo'lgan. Avariya bo'lgan. Ikkinchisi Yamaha edi. O'sha bilan obzor oluvdik. Ha, o'sha bilan obzor oluvdik. И BMW. Yengisi. Mototsikllarning ichida menimcha BMW menimcha hozircha top. Chempionmi? Baribirda. BMW mi yoki Mercedes mi? Izohda yozib yuboringlar. BMW uchun olov, Mercedes uchun M deb yozib yuboringlar. $35,000 o'zi sotuv narxi, 35 mingga kelgan, 25 mingga xarid qildinglar. Da, iltimos qildim, odamda puli ko'p. Bekzod eng qizig'i O'zbekistonda eng katta skorostda shtraf olgan. 310 tezlikda harakatlangan mototsiklchi jarimaga tortildi. Odam hisoblanadi. 310 skorostdami? 310 ga protokol tuzilgan. Birinchi marta, oxirgi marta bo'lsa kerak. Qahramoniga bilan shu yerda videoni ko'rsatamiz. Ana shu samolyot olib chiqqanlar. Necha pul shtraf bo'lgan o'shanda? 3,5 millionmi, 4 millionga yaqin shtraf to'laganman. Unaqa katta bo'lmagan. O'zi oyiga shtraflarga necha pul ishlatasan? Harakat qilaman, ko'p ishlatmasligiga. Uydilarim ko'rib xafa bo'lishadi, prosta aytmay qo'ya qolaman, no. Katta summa chiqib ketadi. Bitta mototsiklni pulini to'lab qo'yganmisan shtraflarga? Polni shtraflaganmi? Yo'q, jamoatchilik ahmoq emasmiz. Xo'p, eng qizig'i oldin endi yoshiding, endi boshlaganda ko'p gaylardan qochgansan. To'xtamasdim gaylarga, juda ko'p quylashardi. Bir xilida dokumentim bo'lmasdi, bir xilida o'zi gaydan men nimaga qochardim? Adrenalin yetmasdi menga. Gaydan qochsangiz konkretni adrenalin bo'ladi, kimdir quylayotgan bo'ladi orqangizdan, shunaqa ощущение bilan yurasiz, lekin u narsani осуждаем, u narsani hech kimga tavsiya qilmaymiz. Hozir qochmayman. Hozir to'xtatib hayot GTA emas, do'stlar. Hozir sraz to'xtayman, bir 80% gayli taniydi. Hamma bilan yaxshiman, munosabatlar zo'r. Eng qizig'i 300 da kazolga ham ko'targansan mana shu orqasi bilan. Rekordim 300 emas, 240 bo'lgan. Kazolga. 240 da bitta balonda yurganman rekordim. Bunaqa videolarni hozir qo'yish opasni bo'lib qoldi. Yo'q, o'sha oldingisini aytayapman-da. O'shanda miyadan o'tib ketmaydimi? O'zi ani mototsiklni yozib bordi. O'lib ketishdi. Unga yopishtiramiz. Qo'rqinch yo'qmi? Qo'rqinch o'tib ketadi. Qo'rqish уже переодолимый narsa. Boshida